Mana ajmoni. Ajmoni bo'ladi mana. Shovurlarga juda ham qattiq qo'l biz. Ko'rasizmi? Mana ikkalasi bir-biriga so'kinib gapirdi, hozir bitta o'sha signal berdi. Uni olib boradi, endi oyoqroqni uni kimcha deb so'kib gapirdi bir-biriga. Og'izdan yomon qilib chiqibdi. Shuning uchun ham akasiga buncha shogird ko'p, talanti ko'p, aka, buncha shogirdlar ko'p 10-15 deydi kelgan klient. Oyoq qo'yishga joy yo'q, shogirdlar zasidan deydi kulishib. Sababi biz ana shunaqa e'tiborli bo'lamiz. Program yozyapmiz, har xil tuzilib ketyapti. Jentraga qarab qolmadi program yozyapmiz. O'sha ichida turib program qilaman, ko'rmayapti buni. Deb og'izga kelgan narsani so'kyapti. Qattiq qo'yilman, sigaret chekish, og'izda yomon so'zda chiqish. Shuning uchun ham ota-onalar biladi, kimga shogird qo'yishni. Ya'ni e'tiborli biz ham akasida, ham ustozida e'tiborli bo'lamiz-da. Ayrimlarda shogird bilan birga sigaret chekib yurmaymiz. To'g'ri. Shu urush beraman, gapiraman, shunaqa jazo beraman. Bittasi olib bo'ldi, ikkinchisi chala olibdi. Hammani oldi, olsin, uyalsin, qilmasin. Men bularga aytib o'tib ketaman. Yigitlar, sizlar hunarni olinglar, hunarli bo'linglar, otidor. Hammasi o'zi keladi orqadan, borku, onasidan so'ng paytida keladi, borku, kerak bo'lsa, sandaqa yigitlar shunaqa tartibli, intizomli, hunarli, bir barakasi bor yigitlarni odamlar juda kelganda o'zi endi kuyov qilishni qo'pol bo'lsa ham, ya'ni qizini o'zi tanlayotadigan davrlar keladi. Seryoz bo'lgan voqea bu narsa. Yana to'g'rimi? Hozirgi kunda tartibli bir kuyov qilish muammo bo'lgan-ku. Bilasan, shu uchun e'tiborli bo'laman ularga. E'tiborli bo'lish kerak shogirdlarga. Undan tashqari alol-poqda yursa, xayr barakali bo'ladi, xudo xolasa. So'rayman, jo'radi. To'g'ri qilib kelyapsanmi deyman. So'rayman mana shu maylani. Bu hech qanaqa bir sekret o'yladigan narsa emas, misol uchun. Xudoga shukr, behisob shukr. Shu uchun ham Allohga shukr. Avvalambor birinchi o'rinda Alloh Parvardigorga behisob shukr, beadad shukr. Xayr barakamiz, mijozlarimiz ketma-ket Allohga shukr. Bo'lib turibdi. Ko'pchiliklar o'ylashadi, reklama. Aka, agar ishingiz yaxshi bo'lmasa, Alloh bermasa, reklama qilasizmi? Tilla to'kib qo'yasizmi ishxonangizga? Kelmaydi qachon. Alloh beradi, bo'ladi. Avvalambor birinchi o'rinda Alloh Parvardigor rizqimizni beradi, misol. Reklama qilasizmi? Undan so'ng Jennifer Lopez keltirib qo'yasizmi ishxonangizga? Foydasi yo'q, Alloh bermayman desa bir tiyin emas. Alloh beraman desa hammasi ham bir tiyin. Beraveradi. Xullas shunaqa shogirdlarimga qattiq qo'yilman juda ham. Ko'pchilik aka shogird bo'lasa, deyapti. Hozircha shogird olmaymiz. Endi bilmadim, bir bahorlarga kelib olmasak, hozir joyda to'yilgan shogirdlar ham juda ham ko'p. Allohga shukr. Xullas ana shunaqa. Onali bo'lsa borku, hammasi orqasidan keladi. Samimiy shogirdlarimiz borku, men misol aytaman uka, hunarni olgin, barchasi orqangdan keladi. Zavq, Alloh bergan bir ne'mat bu. Kelasan, servisingni ochasan, klientlar o'zi keladi. Aka, u mashinani tuzatib bering, bu mashinani tuzatib bering. Bu zavq emasmi? Erkak kishiga nima kerak? Bitta oila kerak, bitta uy kerak, bitta mashina, bitta ish kerak, 4 ta narsa kerak. Tamom, shuni o'zi baxt, saodat, tinchlik, xotirjamlik, maza qilib yashaysiz misol. Shuni tushuntiraman. Hunarni oling, yo'q bo'ladi. Hunarni oldingizki, pul ishlaysiz, mashina olasiz, o'rtasiz uyg'lasiz, uylanasiz, bo'ldi. Shuda insoniyatga. Nima dedingiz, boy? To'g'rimi fikrmi? Shogirdlarni ajmani qilib to'g'ri qilmam yo'q. So'kindi, lekin aka, so'kindi akajon. So'kindi. Onang qilib so'kdi, ana mashinaga, nimadirlarga so'kishdi. Shu uchun qildi. Aybi bor. Mana shunaqa jentraga korobka programma qilib beramiz. Korobkalari siltarkan, urarkan, senzorlar kelishga siltab urarkan, misol to'xtab tormoz bosganda uradi deydi. Razgom olgandan 3 dan 4 ga uradi deydi. Ko'ramiz. Bu narsalar programmadan ham bo'ladi, korobkadan ham mexanik tomondan bo'ladi, hamda korobkada moy oshib ketgan bo'lsa yoki kam bo'lgan bo'lsa, datchiklar sezmasdan uraveradi, tachib beradi. Mana shunaqa diagnostika prashka xizmatlar kerak bo'lsa, narsa kelsa, barcha xizmatlar o'zimizda mavjud. Tonirovka, bron plyonka, salonlangatsiya hammasi o'zimizda mavjud. Kelaverasizlar. Suyis topgan, suyisga tonirovka qilib beradigan. Tirs. Mana shunaqa xizmatlar. Jonlar sog' bo'lsin.